Assalomu qadrli obunachilar. Anjanskiy suv nasosimizdan keldi. Optim narxlarda beriladi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa 11-15 birkalik bloglari ham 11-15 bloglari ham yozilgan. Anjanskiy 2 stali modeli. Kundalarga kelgan bo'lsa usti temir, ko'p akalarimiz Oqtoy yo'shari ichi chugulli variantidan bormi deb, kirchatkasi chugulli variantidan. Starterli variantda 11-15 markalik salarka rasxodlari 800 grammdan 1 litr 200 gacha bo'ladi. Tepasiga shu abratga suv chiqarib quyiladi, radiator bo'ladi. Abratga tashab quyiladi starterli variantda. Kundalarni ko'rishlari mumkin. Kistalik hozirga kelgan bo'lsa yana diametrlari chugulli variantidan originali, xudo xolasa. Uni komplekt yig'ilgan holatida. Hop, komplektda ichida nafasi bo'lmaydi. Pastavkasi отдельный. Anjanka bilan nasos tonni komplekt $700 qilib beramiz. Pastavkasi $40. Mana shu pastavkasi $40. Jami bo'lib $740 bo'ladi komplektda. Mana o'zini uch naborlari. Hamma bo'ladi. Mana uch naborlari, prikladkalari hamma yo'q. И klapini bo'ladi komplektda. Komplekt $700. Pastavkasini olaman degan akalarimiz $40 so'mga qo'shiladi. $40. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa telefon raqamlarimiz ko'rgan, telefon qilishlari mumkin. Ishlagan jarayonni ham videoni oxiriga qo'yib qo'yamiz.